Bu videomizni bunday aytganda Google akkauntini obzori, ya'ni o'rganish desak ham bo'laveradi. Nimaga o'rganishimiz kerak? Chunki yaqinda bitta video qildim TikTokda. U 250 ming prosmotr hozirgacha prosmotr bo'lyapti. Nimagaki odamlar ko'p ko'p odamlar bilmas ekan bu akkauntda shu darajada sizni tekshirishi, danlilaringiz saqlanib qolishini bilmas ekan. Shuni hozir o'rganib chiqamiz. Nimaga bizga bu kerak desangiz, ichki ishlardan sizni chaqirib qolishsa yoki qanaqadir sotsiyetlarda bir nima yozib qo'ysangiz, diniy masalada bir narsa yozib qo'ysangiz yoki like bosib qo'ysangiz, ko'ryapmiz, qamashyapti. Eng kamida jarima qilishyapti. Bitta akamiz ham yozgan ekan kommentariyaga, jarima to'ladi deb, qamalmadim, jarima to'ladi deb yozgan ekan. Shu Google'ni ko'pchilik o'ylaydi, oddiy narsa deb. Yo'q, oddiy narsa emas. Bu Google bizni o'zimizdan yaxshiroq biladi desak ham adashmaymiz. Chunki shu darajada analiz qiladiki, soat nechida kirib, nechida chiqdingiz, qaysi joyga, qaysi kuni soat nechida bordingiz, qancha vaqt o'sha joyda turdingiz, shu dandilargacha u bizdan bizni nimamizni, ma'lumotlarimizni olib analiz qilib boradi. Va bu narsani saqlanib qilib qo'yadi, ochiq nimasida bor. Faqat ichkariroqda nastroykada qiyinroq qilib qo'ygan, чтобы o'chirib qo'ymasligimiz uchun. Bu narsani ichki ishlarga olib borganingizda oson yengil topib olyapti. O'zi aslida topolman desa topadi-yu, lekin aslan tekshiradigan narsasi Google pochta bo'ladi, YouTube'laringizda istoriyalari bo'ladi yoki Telegramda istoriyalari bo'ladi. Maslahatim, agar bunaqa narsa ko'rgan bo'lsangiz yoki ilgari ko'rgansiz, esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, eng zo'ri очистить qilib oling. Telegramda очистить qilib yuring постоянно. Nimada esa Google'da esa hozir o'sha narsalarni sizga bitta uni obzor ko'rsatib beradi. Qayerda nima qiladi, Google nimalarni saqlaydi, qanday topishadi. O'shalarni ko'rib o'rgatib qo'ldan kelgancha inshaalloh. Men kompyuter notebook nimmasida ko'rsataman, PKda. Brauzerga kirib olamiz. Bu brauzer telefonda ham xuddi shu narsa o'zi aslida. Farqi почти yo'q. Ozgina nimani tushunsangiz, telefonni tushunsangiz topib olsangiz bo'ladi. Brauzerga akkaunt Google deb yozib olamiz. Akkaunt Google. Mana shu akkaunt Google'ni mana shu yerdan kiramiz. Bu osonroq bo'lishi uchun kimlar nimadan kirishni bilmaydi, noutdan kirishni bilmaydi. Shu bilmaganlar uchun brauzerga kirib ko'rsatyapman. Bilganlar bilgan joydan kiraveradi. Qaranglar. Bu yerda hozir Google akkauntni menyusiga kirdik desak ham bo'ladi. Bu главныйda nimalar bor? Главныйda мой пароль, устройство, менеджер пароль, мой действия, elektronniy pochta, ya'ni oddiy nimalarning ma'lumotlari bor. Bu yerdan основной ma'lumotlarga kirib ketasiz. Bu yerda lishniy informatsiyalar bor. Kim sizni qanaqa siz ma'lumotlaringiz, ya'ni Google pochta ochayotgandagi ma'lumotlaringiz shu yerda turadi. Keyin agar bu Google pochtaga bilsanglar, YouTube kanal ochganda mana shu Google pochtaga ochiladi, через Google pochta. Bu mana shu meni Google pochtam orqali mana bepul degan nima ochilgan. YouTube kanal ochilgan. Bu kanalda mana shu yerda turadi. Qancha nima olsangiz mana shu yerdan ketaveradi. Bu yerda aytyapti, seni profillaring deyapti, Google servisida shunda deyapti. Bu akkauntim, bu nima? YouTube kanalim. Bu yerda parollar, последний marta deyapti, paroling deyapti, mana shu kuni almashgan ekan deyapti. Общий настройка web interface. Nimangni mana shu Google akkauntingizni tilini tanlaysiz. Tekst nimalari, специальные возможности, nogironlarni. Unchalik важный narsa emas o'zi bu yerdagi narsalar. Bizga kerak bo'ladigani mana shu joyda данные и конфиденциальность degan. Ruschani ham yorib yuboraman. Rozi bo'lasizlar. Bu yerda mana история приложения и веб поиск deyapti. Bu mana shu narsa orqali ko'pincha odamlar tushib qolyapti, ya'ni tekshirganda bir xillar haqiqatan ko'radi, bir xillar
prosta oldidan chiqib qolgani uchun ko'rgan bo'ladi, lekin u ichki ishlarga borganingizda unaqa deb o'ylamaydida, sen deydi 100% ko'rgansan deydida. Buni siz oddiy Wets masalan brauzer, mana bitta o'zingizni brauzeringizga kirsangiz, oddiy nimangizga, telefon bo'lsin, notebook, kompyuter bo'lsin, farqi yo'q. Shu yerda istoriya degan joyini topib nima qilsangiz, mana istoriyalar polni turibdi. Hozir bu yerdan istoriyani men o'chirib yuboraman. Mana o'sha Google pochtam, mana istoriyasi, mana bu istoriyalar. Buni o'chirib yuboraman hozir men. Nimadan o'chirib yuboraman? Kompyuterdan. Последний час emas, все время qilaman-da. Qo'yki hamma narsa bilan o'chirib yuboraman. O'chib ketdi. Istoriya yo'q hozir deb o'yladim. Shunaqa deb o'zi hamma o'ylaydi. O'ylagani xato bo'ladi aslida, bu yoqda turgan bo'ladi. Hozir o'chirib yubordim. Bu yerga kir deyapti. Nimaga hozir kir deb qoldi? Mendan nimalarni saqlanib bo'lgan saytlar bilan birlab qo'shib o'chirib olgan uchun chiqib ketib qoldi. Voy tikib yuboramiz. Boshqatdan kiramiz mana pochtamizga. Pochtaga kirdik, razрешение nimalarni so'rayapti. Biz razрешение bilmaymiz. Boyaga joyga qaytib boramiz. Rekomendatsiya beryapti. Zashta qildim akkauntingga deb. Mana история приложения и веб поиск. Bu nimani so'rayapti? Hozir o'chirib oldim-ku. O'shani boshqatdan yana so'rayapti, tasdiqlayapti. Включен bo'lgan. Показать все. Mana. Polni nimalarni turibdi. Boya o'chirib yubordim men bo'lmasa mana shu narsalarni. Mana shu polni o'chirib yubordim mana. Kirgan nimalarim, qaysi saytga, qachon, soat nechida kirganman, polni turibdi. Hozirdan yana bu oldi. Nimaga? Nastroykasini to'g'rilab oldi. Hozir o'chirib yubordim bo'lmasa istoriyani. Google poisklarim turibdi, polni bu nimalarim turibdi, переводчиklarim turibdi. Qayerga, qachon, soat nechida kirgani, qaysi saytga, qaysi programmaga даже programma bor, telefoningizdan kirgan programma. Mana shungacha ko'rsatadi. Bugun deyapti, mana Google akkauntda mana shu nimasiga kirgansan deyapti. Soat nechida? 07:58 da kirgansan deyapti. Bu yerda masalan qaysini приложение mana ko'rsatadi. Mana Google переводчикka deyapti. Qaysi число? Tepada число. 13-oktyabr kuni. 13-oktyabr kuni deyapti. Sen Google переводчикka soat 4:16 da kirgansan deyapti. Yana podrobnisi ham bor buni. Mana bu yerda bossangiz yana podrobni nimalarni chiqarib beradi. Qaysi sayt bilan kirgansan, qayerdan olgansan. Bu yerda o'zi bu akkauntimni ishlatmasida. Shuning uchun ko'proq nima yo'q, приложениялар yo'q deb yurdi. Основной поиск bor. Lekin agar siz akkauntingizda, ya'ni приложение, programmalarga kirgan bo'lsangiz, ularni ham ko'rsatadi. Endi bu yerda mana shu narsani o'chirib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa qilib saqlanib qilmaydigan qilsa bo'ladi. Bu yerda avtomatik bor, avtomatik удаление отключения deydi. Har 18 oyda, 3 oyda, 36 oyda bir marta o'chirib turadi. O'zi avtomatik. Bu yana bitta bor, не удалять данные, а действия автоматически. O'chirma, meni ruxsatimsiz o'chirma degan narsa bor. Boyaga yurgan joylaringizni saqlanib qiladigan nimasi funksiyasi mana shuga, mana shunga bossangiz chiqaradi. Hozir menda chiqarmaydi, chunki men mana o'chirib yubordim polni. O'chirib olgan hisobiga chiqarmaydi. Tak, bu yerda center upravlение reklama, buni ham o'chirib qo'yish kerak, buni ham o'chirib qo'yish kerak. Nimaga? Bu polni daniyalaringiz bo'ladi, sizni o'rganish uchun, boshqa qilish uchun zaryadlikdan qoladi xolos. Tak, bu yerda profilingiz, передачада geodanniy bor. Bu yerda ulagan kartalaringizni ko'rsatib turadi. Bu yerda podpisatsiya bo'lgan nimalaringizni, YouTube'dagi bu yerda sizni vash устройство ulangan nimalaringizni ko'rsatib turadi. Qaysi nimalaringiz ulangan, telefonlaringiz, jihozlaringiz,
kontaktlaringiz полный turadi bu yerda. Sizni kontaktlaringizni даже nimaga Google o'ziga saqlanib qo'ygan. Bu yerda приложение servis deyapti. Bular siz ulangan nimalar Google'ni qanaqalar YouTube'ga, Gmail'ga, kalendarga ulagan ekanman. Bu pochtamni shular turibdi mana. Boshqa Google servislariga ulasangiz, ular ham mana shunda paydo bo'laveradi. Bu yerda сторонний приложение servis deyapti. Bu nimaniki? Boshqa сторонний nimalar bo'ladi. Masalan, Delta Force mana shu o'yinga registratsiya qilingan bu pochta. O'shani nimasi turibdi. Keyin pochtalar to'lib ketadi-yu, har xil nimalardan, musullardan kelaveradi. O'shani o'chirish ham mana shu tam bo'ladi. Ya'ni kelmaydigan qilish. Sizga mana shu nimasi, mana shu joyga kirib olasizda, qaysisini masalan mana shu bio digital home degandan menga kelmasligi kerak. Hech qanaqa narsa. Ya'ni admin qilib olishim kerak. Adminaga mana shu admin save narsani bolaga bosamiz, aktivit qilamiz, bo'ldi. Endi mana shu nima отвязat bo'ldi. Siz pochtangiz mana shu nimadan nima saytdan. Endi boshqa sizga kelmaydi mana shu saytdan. Yo'q qoldi. Mana ular turibdi. Ularni ham xuddi shunaqa отвязat qilib olsangiz, keyin sizning Google pochtangizga har xil musul narsalar kelavermaydi. Lekin masalan mana o'yinga mana shu Google pochtani ulagan bo'lsangiz, mana undan chiqib ketsangiz bo'ldi, chiqib ketadi. Ya'ni o'chib ketadi, tipa ular o'tib ketishi mumkin. Bu yerda связанный servis Google deyapti. Rasmiy servis Google mana shularga ulangansan deyapti. Udali servis Google deyapti. Udali servis Google hozir qo'yamiz mana buni. Подтверждение исполнения bu tushunmadim buni to'g'risi. Vaqt cho'zib ketgani uchun tez-tez o'tirib olyapman. Qolgan nimalarni funksiyani kirib ko'rib, o'zingiz aylansangiz. Удаление аккаунта mana shu tam mana. Удаление аккаунт Google deyapti. Mana shu Google akkauntini mana shundan o'chirib olsam bo'ladi. Безопасностьga kirsangiz, bu yerda ham ancha-muncha qanaqalar turadi. Informatsiyalar bor. Двухэтапный autentifikatsiya ham yo'llaman. Mana shu narsani qilsangiz, xuddi Telegramga o'xshab, bu yerda доступ, ключ доступа elektron pochta deyapti. Ikkita ключ bor ekan. Parol, mana shu parolni mana shunday o'zgartirasiz. Pochtangizni bu yerda buni yoqib qo'ysangiz osonroq kirasiz, ya'ni yengilroq nima beradi. Уведомление от Google deyapti. 3 ta устройствоga уведомление berib turadi, chunki 3 taga ulangan deyapti. Bu yerda raqamingiz добавить qilsangiz bo'ladi yoki udalить qilsangiz bo'ladi raqamni bu yerda. Lekin agar raqam добавить qilsangiz, mana Google pochtangizdan boshqa bir telefondan keladigan bo'lsangiz, mana shu ulagan raqamingizga SMS keladi, bo'lsa kira olasiz. Yoki uni o'rniga rezervniy adres elektron pochta, mana shunga boshqa ikkinchi pochtangizni ulab qo'ysangiz, ikkinchi pochtangizga kod keladi, bu pochtaga kirmoqchi bo'lsangiz. Keyin o'sha kod orqali kelib ketsangiz bo'ladi bu основной pochtangizga. Bu yerda kontakt для восстановления доступ deyapti. Kontaktlaringizni nima qilsangiz bo'ladi, autentifikator qo'ysangiz bo'ladi, nomer telefon двухэтапный qilib qo'ysangiz bo'ladi deyapti. Ваше устройство ko'rsatyapti. Связанный сторонний приложение сервис boyagi narsa bu yerda pastroqda ham bor ekan. Uchunli безопасный просмотр bu mana shuni yoqib qo'ysangiz, bu o'chgan menda har xillariga nimani fahsh saytlarni chiqarmaydi. Undan tashqari har xil virusli saytlarni chiqarmaydi. O'zi yozib qo'ygan virusli nimalarni chiqarmaydi. Chiqarsa ham ogohlantirish beradi, boshqa qiladi. Menejer parol bu yerga bilsangiz, любой bitta saytga kirsangiz, mana shu saytni login parol yozib kirasiz, masalan. O'sha saqlanib qilganingizda parolni saqlanib qo'yasanmi deb chiqadi. O'sha saqlanib qo'ygan parollaringiz hammasi mana shu yerda turadi. Ya'ni saqlanib bo'lgan parollarni joyi desa ham bo'laveradi. Mana shu joy menejer parol degan. O'z telefonning o'zida ham bor. Настройки доступ. Bu семейный группа qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta akkaunt, bitta albom qilib olasiz, xuddi iPhone'da bo'ladi-ku, kim bilsa. Mana shunga o'xshagan narsa. Kontakt informatsiyalarini saqlanib qilasanmi deyapti. Yonib turgan hamma kontaktlarni saqlanib qilib olaverasiz. Telefoningizni o'chirib tashlasangiz ham Google'da turaveradi, ya'ni qaytarib tikka olsangiz bo'ladi. Informatsiya kontakt ваших устройств deyapti. Buni o'chirib qo'yganman, chunki meni kontaktlarim haqida informatsiya oladi Google. Mana shuning uchun o'chirilgan. Bu yerda yana personalizm для biznes deyapti. Bu biznesingizni mana shu yerga nima deydi, kompaniya Google'ni nimasiga kartalarga masalan bu yerga
o'zingizni nimangizni yozasizda, Google kartadan ana shu joyingizni topib turib, nimaga registratsiya qilib qo'yasiz. Masalan, men uyimni qilganman, shu kartadan borib qarasangiz, mening ismim turgan bo'ladi. O'shani o'zim qo'yganman. Xuddi shunaqa siz o'zingizni bitta do'koningiz bo'lsa, do'koningizni daniyalarini mana shu kirgizasiz, o'sha haqidagi informatsiyalar, kontaktlaringizni qo'yasiz. Odamlar Googledan qaraganda pulni mana shu narsa daniyalaringiz turadi, shu orqali siz do'koningizga klientga kelishi mumkin. Bu bizda ishlamaydi, chunki bizda Google kartani ishlatmaydi ham, tushunmaydi. Kam ya'ni ishlatadiganlar. Bu platej podpiski deyapti. Agar birorta bir nimadan programma, Google Play'dan birorta programma sotib olsangiz, mana shu yerda podpiskalaringiz turadi. Podpiska qilish ham, podpiska qilish ham mana shu yerdan upravleniya qilsangiz bo'ladi. Bu yerda qanday akkaunt bor. Bu yerga boyagi bulutga obloka deydi. Bu oblokaga narsalarni saqlanib qilsangiz, mana diskdagi, Gmaildagi va foto degan ma'noda bor, programma bor. Ko'p telefonlarda. U bizda ishlatmaydi, asosiy galereya ishlaydi. O'sha fotodagi nimalar hammasi mana shu 15 GB bulut nimasiga tushadi. Agar sinxronizatsiyani yoqib qo'ygan bo'lsangiz, o'shalarni qo'lni mana shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, telefoningizda o'shani sinxronizatsiyani yoqib qo'ygan bo'lsangiz, har rasmga olganingiz, videoga olganingiz avtomatik shu yerga yuklanaveradi. Keyin siz telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz yoki o'chirib olsangiz, format bo'lib ketsa, grup pochtangizga kirasizda, mana shu yerdan boyagi rasmlaringizni, videolaringizni, daniyalaringizni kirib olib olasiz. Account degani haqida ma'lumot. Bunda aslida mana shu, ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa mana shu 3 ta narsa, eng asosiy narsalardan istoriyalarni saqlaydigan narsa mana shunchalarsi. Mana bu приложение, veb-sayt, har xil barobatlar nimalarni saqlanib qilsa, mana bu siz borgan joylaringizni saqlanib qiladi. Bu bo'lsa YouTubedan kirgan, ko'rgan, like bosgan bir bolalaringizni saqlanib qiladi. Ular hammasi My Desktop deganga bossangiz, mana shuni chiqarib beradi. Umumiy chiqaradigan nimasi bu yerda. Uchalasi ham o'chgan, chunki ularning uchalasi ham informatsiya yig'adi biz haqimizda. U saqlanib qilib qo'yadi, to biz o'chirmagunimizcha bu narsalar o'chib ketmaydi. Buni nastroyka qilsangiz bo'ladi, o'chib ketsa qiladigan, lekin asosiy hamma dali qilib o'tirib olib ochadi akkauntni va hamma narsa avtomatik shunaqa saqlanib bo'lib qoladi, bu narsa o'chib ketmaydi, to o'zingiz o'chirmaguncha. O'zingiz ehtiyot qiling, mana shunaqa narsalardan ehtiyot bo'ling. Hozir davr talabi deydimi, shunaqa bo'lib qolgan bunaqa narsalar. Hozir bitta like uchun qamalib ketyapti, ya'ni ertaga aytib bo'lmaydi, sizni telefoningiz ichki ishlar tarafidan tekshirilib qoladigan bo'lsa, mana shunaqa daniyalar chiqib kelsa, qamalib ketish ehtimoliniz bor.